ikkala klub a'zolari yashil maydonga chiqib kelishyapti. G'uzorga katta futbol qaytdi. Bunga bir necha hafta bo'ldi. Uchrashuv start oldi. Bahsni Sho'rtan futbolchilari boshlab berdi. Joy egalladi. Sho'rtanning hujumini ko'ramiz. 33 Alik Izzatiyev hozir jarima maydonchasiga kirib borishyapti mezbonlar. Timur Mamasidiqov to'pni orqaroqqa qaytardi. Olisdan zarba, darvozaga to'g'ri. G'uzor juda siq va mana bunday tarzda qanotdan navbatdagi yurish amalga oshirilyapti. Islom to'pni egalladi. Aldab jarima maydonchasi tomon kirib boryapti. Zarba yo'lladi va himoyachini vaqtida kichik yosh toifasida terma jamoamizdagi faoliyati bilan yaxshi eslab qolgan bo'lsangiz kerak. Keyinchalik Bunyodkorda ham to'p surgan. Xo'sh. Sho'rtan futbolchilari hujumga o'tishga intilyapti. Xatoga yo'l qo'ydi mana bu yerda hujumga o'tib ketayotgan futbolchi va endi Andijon jarima maydonchasi tomon kirib kelyapti. Olisdan zarba bo'ladimi? To'p qanotga yetkazib berildi. Ofsayd yo'q. Hujum davom etdi. Bektemir zarba berdi noaniqga. So'ng kubogi bilan bu yilgi turnir bilan xayrlashdi. Sho'rtanning hujumi qanotdan ular jarima maydonchasi tomon kirib kelishyapti. Mamasidiqdan pas va gol! Sho'rtan gol urdi Doniyor Narzullayev. G'uzorliklarni hisobda oldinga olib chiqyapti. Mana sizga vaqtincha murabbiyni qilayotgan ishlari. Do'stlar, juda ko'pchilik tanimaydigan, lekin futbolda juda ko'p mehnat qilgan Nasaf futbol akademiyasida, Nasaf futbol klubi tizimida yillar davomida muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan Eldor Moyliyev boshchiligidagi Sho'rtan Andijon darvozasini ishg'ol etdi. O'zi hujumlar ketma-ketligi bor edi. G'uzorliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Mahalliy muxlislar golni nishonlashyapti. Mana e'tibor bering. O'zi Timur Mamasidiqovning yurishi ajoyib bo'ldi va bu yerda u driblinglarni ishga soldi. Ichkariga yurish amalga oshirildi. Timur Mamasidiqov, bu nomni siz yaxshi bilasiz. Olimpikda porlagan Timur Kapadzening kashfiyotlaridan biri. Sho'rtanda o'ynayapti u maxsus. Imkoniyat berilganda mana shunday ishlasa, bu murabbiy o'sib ketadi. Fol. Kartochka Rustam Choriyev bu safar Andijon jamoasidan kartochkaga tortarmidi? Ko'raylikchi, uzun uzatma mana bu yerda. Birga bir chiqib ketar ekan endi. O'zim borib ko'raman dedi. Umid Foli deb hisoblasa qizil berib yuboradi. Qana. Mana. Bu kadrda yetarlicha kontakt bordek ko'rinyapti va cho'nchagidan sariq kartochkani chiqarib bekor qilib, qizil kartochka ko'rsatib, chiqish eshiklarini ko'rsatib qo'ymoqda Andijon vakiliga. So'nggi Umid Foli deb baholandi. Kontakt 10 kishi bo'lib qoldi. Andijon uchun juda og'ir kechyapti o'yin. Standart vaziyat. Qo'ziyev zarba berdi, qutqardi. To'p yo'nalishiga qarang. Yaxshi harakat qildi darvozabon. Zarba ham yaxshi yo'naltirilgan. 2 ta g'alaba, 3 ta durang, 4 ta mag'lubiyat bor, 9 ochko. Sho'rtanda 9 ta o'yinda 2 ta durang bor, 2 ochko. Hozir hakam Sho'rtan futbolchisini maydondan haydayapti. Mana sizga 45+3-daqiqada jamoalar tanaffusga chiqib ketish oldidan VARni borib ko'raman dedi. VARdagilar tegmadi deb baholashyapti. Mana. Tegdi-da. Tegmagan bo'lsa qaytarib oladi, lekin menimcha tegdi yo'q. Qizilni bekor qilib sariq ko'rsatdi. Rahmatov maydonda qoldi. Voqealarga boy o'yin bo'lyapti. Birinchi taym tugadi. VARni borib ko'rib, tekshirib 40-daqiqada uni maydondan chetlatdi. 45+2-daqiqada mana bu yerda Sakonov to'p yetkazib berilyapti. Andijonning hujumi Komilov Abdurahmon yuqoridan to'pni ko'tardi. Havoda kurrash to'p o'tib ketdi va mana bu yerda darvozabon to'pni egallab oldi.
bir jamoa uyda o'ynagani yaxshi-da. Qarang, muxlislar Sirojidin Qo'ziyev yuqoridan va hozir yaxshi vaziyat edi. Sho'rtanda zarba noaniq ketdi. Navoiyga endi qaytgan bu. Hafta oldin. Va qanday zarba! Sirojidin Qo'ziyev bugun eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazyapti. Hozir uning zarbasi. Mana bu boshga hamkasblarim ham yoqib qolishi kerak. Ilhom Abdug'aniyev ekan, qanotga yetkazdi. Zatiyevga u tepdi. Darvozabon qaytardi. Zatiyev pas, Turdimurodov ulgurmadi. Sho'r zarba edi. Mana bu Zatiyevning zarbasi. Darvozabondan chep. Qarang. O'z oldinga boryapti. Zatiyev mana o'sha gaplarni jamoani baribir yetakchi sifatida oldinga boshlash kerak qiyin vaziyatda. Bu yerda esa pas zo'r bo'ldi. Turdimurodov zarba berdi. To'p maydon tashqarisiga ham o'ynaydi. O'zi Metallurgga ikkita pozitsiyada ham o'ynagan. Metallurgda tanilib o'yinchi bo'lgan Qo'ziyev. Hozir zarba ozgina qoldi. Boya mana bu vaziyatdan Qodirov foydalana olmadi. Bu ham ikkita ligadan chiqqan jamoalarning bahsi, jang bo'ladi. Bir-biriga mos. Andijonda 9 o'tkazyapti hozircha. Timur Mamasiddikov ajoyib pas berdi, zarba. Darvozabonni himoyachi qaytardi-yu. Zo'r vaziyat yuzaga keldi. Mana bu yerda Mamasiddikov pas berdi. Kamron Saidazimov juda zo'r imkoniyatdan foydalana olmadi. Zatiyev to'pni qaytardi. Ikkinchidan var sondagi ustunlikni sho'rtan his etyapti. Pas qanotga bu yerda kirib borilyapti. Zarba! Darvozabon qanday o'ynadi, e'tibor berdingizmi? Vaqtida o'yinchilarni ham almashtirib qoliqqan o'yinchilar o'rniga yangi kuchlarni qo'shib borganligini ham aytib o'tish kerak. Oxirigacha ko'rmadik. Mana bu zarba noaniq. Mana suhbatlashib oldi bo'ldi. Mana. Xo'sh. O'tildi. Zarba berildi. Tursinga tegib qaytdi do'stlar. Qanday hujum tashkil etgan ekan. Andijonlik futbolchilar hujumga berildi. Endi Timur Mamasiddikov to'pni egallab oldi. Qanotda o'zi hozir jarima uchastkasiga kirib boryapti. Aylanib o'tib, zarba tayyorladi va tepdi, noaniq ketdi. Qo'rqmasdan, cho'chimasdan Ullamov to'pni oldinga yetkazdi. Hujum davom etdi. Zarba yo'llandi. Darvozabon qaytardi. Qaytgan to'p Andijon futbolchilariga kelib tushdi. Qoyil jamoani kurashini qarang oxirigacha va To'sin. Burgutlar ham javob berdi. Oldinroq Sho'rtan ana shunday vaziyatga ega bo'lgandi. Endi esa adashmasam. Mana bu yerda darvozabon qaytardi. Keyin Doniyor egallab olib o'ziga to'g'rilab zarba berdi. Omad. Bir va shu pallada Rustam Choriy final qushligini chaldi. Sho'rtanni mavsumdagi birinchi g'alaba bilan tabriklaymiz.